Kriptovalyutalar, Bitcoin, Dogecoin, coinlar, blockchain sistemasi orqali pul tashkil qilish masalalari bo'yicha butun dunyo musulmon ulamolari kengashi a'zolaridan Pokiston muftiysi Muhammad Taqiy Usmani bir qancha coin mutaxassislari bilan maslahatlashgandan keyin Bitcoin hozirgi kunda shar'iy maqsadga ko'ra mol hisoblanmaydi. Savdosi olib sotish joiz emas deb fatvo chiqardi. Va aytdiki, bu fatvo bu din fatvosi, musulmonlarga bu fatvo. Lekin qaysidir davlatda qonunchilik sifatida u amalga oshayotgan bo'lsa, bizning ishimiz yo'q. Musulmon odam ehtiyot bo'ladi bunda. Musulmon odam ehtiyot bo'ladi. Masalan, O'zbekistonda bank qonunchiligi bor. Ribo sistemasiga asoslangan bank qonunchiligi. O'zbekistonda bu qonunchilik bor. Musulmon odam so'rasa joiz emas deyiladi. Tushundingizmi? Xuddi shunaqa. Qanaqadir kimdir provokatsiya qilish yo'lidan emas. Sizni diyonatingizga tegishli bo'lgan masalaga aytiladiki, bu joiz emas deyiladi. Endi nima bo'ladi ani o'zini kripto deb nom qo'yib olgan yigitlar? Nima bo'ladi aytaymi sizlarga? Taqiy Usmoniy kim bo'pti deyishadi. Bular xohlagan fatvoni chiqarib bermagan har qanday olim ularning nazdida olim emas. Bular xohlagan fatvoni chiqarib bergan sharlatan kim bo'lsa ham olim hisoblanadi bularning nazdida. Nimaga? Bular fatvoni o'zlari qilib yurgan ishga moslash harakatidagi odamlar. Haqiqiy musulmon qilib yurgan ishini fatvoga moslaydi. Fatvoni qilib yurgan ishiga moslamaydi. Bitcoin mahinatsiya, Bitcoin moliyaviy piramida. Bitcoin bugungi kunda dollarni asl tilla bahosi bilan o'rtasidagi farqini eritish uchun chiqarilgan sistema. Blockchain sistema, algoritm sistemasi haqida gap yo'q. Lekin Bitcoinni pul deb, mol deb uni sotib olib, sotish masalasi musulmon uchun halol emas. Qaytarib aytaman, musulmon uchun halol emas. Kimdir bu men qilaveraman desa o'zi biladi. Fatvo musulmonlar uchun chiqqan fatvo. Esdan chiqarmaylar.